Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Yo'qotilgan sog'liqni izlab, rukni asosida ishlanayotgan serial roliklarimizni bugun yana bitta qismi. Bugungi mavzuyimiz ham albatta tabobatga bag'ishlanadi. Bugungi asosiy mavzuyimiz mana xiltlar haqida boradi. Sharq tabobatida, xususan Abu Ali ibn Sino bobomizning ta'limotida inson sog'lig'i tanadagi xiltlar muvozanati bilan belgilanadi. Xilt bu hazm jarayonida hosil bo'ladigan va tananing oziqlanishi hamda faoliyatini ta'minlovchi biologik suyuqliklardir. Xilt ovqat hazm bo'lib, jigarda qayta ishlangach hosil bo'ladigan 4 asosiy suyuqlik bo'ladi. Ularning vazifasi to'qimalarni oziqlantirish, a'zolarni ishini boshqarish, sog'liq va kasallikni kelib chiqishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xiltlar sog'lom, normal yoki kasal, ya'ni buzilgan bo'lishi mumkin. Tabobat ilmida 4 ta xilt bo'ladi. Shulardan birinchisi qon xilti. Sifati issiqnam. Agar unsurlarda eslagan bo'lsangiz, havoning sifati issiqnam bo'ladi. Inson tanasida qonni 7 ta bajaradigan funksiyasi bor. Shulardan biri transport. Aynan biz iste'mol qilgandan keyin hazmda hosil bo'ladigan oziqaviy moddalarni hujayra va to'qimalarga tashib berishni o'z zimmasiga oladigan eng asosiy xilt aynan qon hisoblanadi. Hamda butun tanaga ozuqa bilan birga hayotiy quvvat tarqatadi. Manbai eng toza va to'liq hazm bo'lgan ovqat bo'ladi. Agar qon haddan tashqari ortiqchalik qilsa inson tanasida, bu albatta tanada, terimizda qizarish, qon bosimini oshishiga sabab bo'ladi va yallig'lanish jarayonlariga sabab bo'ladi. Agar haddan tashqari kamayib ketsa, o'zingiz xabaringiz bor, mana anemiya, insonda holsizlik, rang oqarishi, bosh aylanishi kabi holatlar yuzaga keladi. Ikkinchi xiltimiz bu albatta safra, ya'ni o't. Sifati issiq, quruq. Esingizda bo'lsa, unsurlarda issiq quruq sifatga o't, ya'ni olov ega bo'ladi. O'tning vazifasi hazmni tezlashtirish, ya'ni metabolizmni tanamizda tezlashtirish, ichki issiqlikni boshqarish. Manbai o'ta kuchli yog'li hamda achchiq ovqatlar hisoblanadi. Agar o't biz tanamizda ko'payib ketsa, ortiqcha bo'lib ketsa, og'izda achchiq ta'm keladi. Jahlimiz tez chiqadigan bo'ladi. Jigar bizni bezovta qiladi. Agar kamayib ketsa, hazm sustlashadi. Tanamizda sovuqlik hissi oshadi. Uchinchi xiltimiz balg'am. Sifati sovuqnam. Agar unsurlarni eslasangiz, aynan suvni sifati sovuqnam bo'ladi. Ya'ni tanamizda suyuqlik. Vazifasi bo'g'imlarni moylab turish va butun bir tanamizga yumshoqlik berish. Manbai sovuq va ho'l ovqatlar iste'mol qilish. Agar haddan tashqari osib ketsa tanamizda suyuqlik, bu tanamizni ba'zi joylarda shish hosil bo'ladi. Semizlikka sabab bo'ladi. Va albatta balg'amli yo'talga sabab bo'ladi. Agar haddan tashqari kamayib ketsa, bu albatta quruqlik va bo'g'imlarning qurib og'rishiga sabab bo'ladi. To'rtinchi xiltimiz savdo. Buni tabobatda qora safra deb ham nomlanadi, qora o't deb ham yuritiladi. Sifati sovuq quruq. Agar unsurlarni eslasangiz, aynan tuproqning sifati sovuq quruq bo'lardi. Vazifasi suyak va to'qimalarga mustahkamlik berish.
manbai kuygan, quruq, uzoq saqlangan ovqatlarni iste'mol qilishdan hosil bo'ladigan xilt hisoblanadi. Ortiqchaligi bizga depressiya, xavotir, qo'rquv olib keladi. Qabziyat yuzaga keladi, ich qatadi. Hamda terimiz quruqlashadi. Haddan tashqari kamayib ketsa, yana shu beqarorlik, bir joyda o'tira olmaydigan bo'lib qolasiz va tayanch harakat tizimimizda albatta kuchsizlik hosil bo'ladi. Ya'ni mushaklarimiz kuchsizlanadi, aynan suyaklarimiz mana ko'pchilik bo'ladi-ku, yoki bo'g'im og'rimaydi, yoki sog'amiz inqillab turadi, inqillab o'tiradi. Aynan mana shu savdoni kamayib ketganidan dalolat beruvchi holat hisoblanadi. Sog'lom insonda aynan mana shu 4 ta xil bir xil muvozanatda bo'ladi. Agar birorta xil ustun bo'ladigan bo'lsa, mizoj buzilishi bo'ladi. Mizoj buzilishi bizga kasallikdan dalolat beradi. Shuning uchun ham kasallik sababi ko'pincha mikrob bo'lavermaydi. Balki xilt sifatini buzilishi ham aynan kasallik keltirib chiqaradi. Tabobatning ajoyib bir oltin qoidasi bor. Kasallik xilt bilan boshlanadi, davolash ham xilt orqali bo'ladi deyiladi. Davolashda albatta ovqat xilt hosil bo'lishini to'g'rilash, men yuqorida aytib o'tib ketgan ovqatlarni e'tiborga olib biror daftarga yozib boring. Albatta ichimlik, dorivor o'simlik, hayot tarzini birgalikda o'zgartirish bilan birgalikda qo'llaniladi. Xiltlar tabobatning amaliy markazi hisoblanadi. Unsurlar tabobatning asosi, mizoj holati, ya'ni kasal sog'lig'i, xilt esa kasallik va kasallikni davolash maydoni hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilarim, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Like bosib qo'llab-quvvatlang. Sababi buni qanchalik ko'proq odam tomosha qilsa, shunchalik foyda. Izohlarda roliklarimizni ilova qilib berganmiz. Shu bilan birgalikda Telegram hamda Instagram kanallarimizni ham ilova qilib berganmiz. Har qanday savolingiz bo'lsa, mana kommentariyada yoki o'sha Telegram, Instagram kanallarda berishingiz mumkin. Bemalol javob beramiz. Roliklarimizni kuzatib boring. Bundan keyingi roliklarimiz bundan ham qiziqroq va to'liqroq ma'lumotga to'la bo'ladi. Va keyingi roliklarimizda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.